15 yoshli Jahongir To'laganovga nima tavsiya berardingiz? Bekorchi foydasi yo'q o'rtoqlardan kechkindirdim. Bo'lganda endi yoshligimizda shunaqa o'rtoqlarimiz ham. Ular faqat vaqtimizni o'g'irladi. Mehnat qil, halol pul top, shu bilan birga faqat pul topishga berilmasdan institutlarga kirib o'qishga ham, o'z institutingda ishlashga ham harakat qildirdim. Men endi yoshligimda faqat o'sha pul topish kerak bo'lib, pul topishga harakat qilganman, lekin o'qishga degan narsani masalan kollejdagi to'xtatib qo'yganman. Lekin o'sha bekorchi vaqtlarimni hisobiga ham ishlab turib o'qishim ham mumkin edi. Shunga nima sababchi bo'lgandagi unaqa qilmaganingiz? Yoshlik, beboshlik, ana o'rtoq bilan u yoqqa bor, bu yoqqa bor, choyxona degan narsalar bo'lgan. Bu yerda o'tir, 4-5 soatlab, o'sha vaqt o'rniga ham ishlab pul topib o'qish ham mumkin edi. Endi yosh yigitlarda baribir shijoat baland bo'ladi, lekin aniq yo'nalish bo'lmaydi. Aniq yo'nalish bugun har qanaqa imkoniyatdan qat'iy nazar ishlash kerak, topish kerak, o'qish kerak.